9-misolda mana shu ifodani mana bunga bo'lganda qoldik. 3x plus 3 ekan. A plus b ning qiymatini toping deyapti. Endi x kubni x kvadratga bo'lishdan boshlayman. X ni ko'raman. X kvadrat ko'paytirsam x kub minus x kvadrat bo'ladi. Mana ko'paytirganimda. X ni ko'rganimdan keyin. Va ayiraman. Ayirsam x kublar qisqaradi. Ax kvadrat plus x kvadrat qoladi. Bundan x kvadrat chiqarsam a plus 1 qoladimi? Endi a plus 1 x kvadrat bo'lgani uchun mana bunga bo'lyapman. A plus 1 ta ko'raman. Plus a plus 1 a. Demak, a plus 1 ni x kvadrat ko'paytiraman. Minus a plus 1 ni x ga ham ko'paytiraman. Ha? Va ayrayman. Ayrisam mana bu a plus 1 x kvadratlar qisqarib ketadi. Va mana minus bunga ta'sir qilib x ko'paygan a plus 1 qoladi. Plus endi b plus 2 ni olib tushaman. Teng bo'lar ekan. Endi mana shu qoldi-da, chunki x darajasi bu x kvadratdan past bo'lib qoldi. Endi bo'lishni to'xtataman. Tushunarli-ku? Endi chap tomonimda x solda a plus 1 turibdi, o'ng tomonda 3 turibdi x solda. A plus 1 ni 3 ga tenglayman. A teng 2 bo'ladi. Va ozod haddini tenglayman. B plus 2 ni 3 ga tenglayman. B teng 3 bo'ladi. B teng 1 bo'ladi. Qo'shsam 3 chiqadi. Qo'lingizga olib ishlang.